Assalamu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalom. Boshda ekrandagi ko'rinmalarimiz gözümüzü so'rashib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlar. Men Sabahattin Zami universitetidagi muavin professori doktor Burhan Setibulman. Hozir shu Islom iqtisod fakultetiniki muavin professori ham shundaqla shu universitetda shu bakalavrlik, magistrlik va doktorlik o'quvchilarga dars berman hisobda. Rahmat. Şu hozirgi yoshlarimizga sizdan bir qanday tavsiyalaringiz va qanday qilganda yaxshi o'qib, kelgusida bizniki vatanimizga to'k po'shqidek yaramli bir odam bo'lib chiqalaydi. Shundan bir ko'ngil so'zlaringiz deb bersangiz yoki yo'l ko'rsatsangiz. Rahmat. To'g'ri, hozir bizga kelgan zulmat, bizga kelgan qorong'ulik oz emas, lekin mushundaq qorong'ulikdan, mushundaq zulmatdan nurg'ulg'an yoshlarimizning tavlinib chiqadiganligiga cheksiz ishonaman. Biz bu qayg'uni kuch-quvvatga aylantirib, cho'qim bizning qila oladiganligimizni amaliy isbot orqali isbotlashimiz kerak. Biz yaxshi, biz oq deganga dunyo ishonmaydi. Shunashqa biz o'zimizning amaliy kuchi bilan, amaliy qobiliyati bilan shu dunyoga o'zimizning qila oladiganligini, o'zimizning bir ishdan vujud chiqaradiganligini isbotlashimiz kerak. Shundaqla mush o'qiyotgan o'quvchilarimizning muhabbat bilan, ya'ni insonda muhabbat deb bir o'qishga bo'lgan bir muhabbat bo'lish kerak, maktabga bo'lgan bir muhabbat bo'lish kerak. Mush muhabbat bilan to'xtamay olg'a ilgirlab, oldiga kelgan qarshiliklarni yengib, agar yordam kerak bo'lsa, o'zaro yordamlashib, tirishib o'qishni o'zining sohalarida xalqlar faxrlangudek bir natijalarni qo'lga keltirishiga tilayman. Shuni umid qilaman. Hammamiz tirishaylik. Millatimizning mavjudligi, vatanimizning mavjudligi uchun cho'qim tirishib ilgirlaylik inshaalloh.